Assalomu alaykum. Bu o'tmish kanali. Inson o'tmishi ming yillardan iborat, lekin shu vaqt ichida odamzod tinch yashagan yillar juda kam. Olimlar hisobiga ko'ra, oxirgi 5000 yillikda insoniyat bor yo'q 300 yilga yaqin vaqtni mutlaqo janglashib o'tkazgan. Nega? Nega biz doimo bir-birimiz bilan kurashamiz? Eng qadimiy sabab bu ehtiyoj, ovqat, suv, unumdor yerlar yoki boylik. Qabilalar bir-birining yerini egallash uchun jang qilgan. Keyinchalik bu oltin, kumush va bugun esa neft yoki gazga aylandi. Kimda xomashyo ko'p bo'lsa, yashab qolish yoki boyish istagi insonni urishga boshlagan. Lekin hamma urushlar ham faqat boylik uchun bo'lmagan. Ba'zida bir kishining xohishi, uning nomi tarixda qolishi, dunyoni boshqarish istagi millionlab insonlarning o'limiga sabab bo'lgan. Sultonlar, podshohlar va lashkarboshlar o'z davlatining chegarasini kengaytirishi shon-sharaf deb bilishgan. Uchinchi sabab bu g'oyalar to'qnashuvi. Odamlar har xil narsaga ishonishadi. Ba'zida esa faqat mening g'oyam to'g'ri, boshqasiniki xato degan fikr katta urushlarga olib kelgan. Din yoki dunyoqarashlar farqi jamiyatni ikkiga bo'lib qo'ydi. Urushlar texnikani rivojlantiradi, lekin insoniyatga faqat og'ir olib keldi. Sizningcha qachondir dunyoda urushlar to'xtaydimi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda sizga yanada qiziqroq voqealar suzib beraman. Obuna bo'lishni unutmang.